Ozod bugungi uchrashuv bilan tabriklaymiz g'alaba, Boshochlar g'alaba bilan va Rahmat. bugungi uchrashuvdan keyin fikrlaringiz qanday? Fikrlar yutgandan keyin har doim ajoyib bo'ladi. Eng muhimi g'alaba qozondik. Jamoamizga bu juda kerak edi. Chunki Neftchidan keyin ruhiyatimiz ancha tushib ketgan edi. Buni butun Guliston ahli juda yaxshi bilardi. O'shaning uchun bizga g'alaba juda kerak edi. Allohga shukr g'alaba qozonib oldik. Yigitlarga ham rahmat, hammasiga borini berib o'ynadi. Jamoa ajoyib shakllangan, hammasi zo'r. O'sha jamoaning asosiy maqsadi Pro Ligaga chiqish. Bugun mana Pro Liga vakili bilan bugun maydonda kuch sinashib, g'alaba qozonamiz. Guliston jamoasi o'sha kuchi Pro Ligaga chiqsa qay darajada o'sha ko'rib olmaysizmi? Endi bu narsa haqida to'g'ridan to'g'ri bir narsa deb bo'lmaydi, chunki biz hozir jarayondamiz. Nimagaki Pro Ligaga tayyorlanyapmiz. O'shaning uchun biz Pro Ligani jamoasini yutdik degani biz 100% Pro Ligaga tayyormiz yoki biz tayyor emasmiz degan narsani aytib bo'lmaydi, chunki yildan yilga futbol rivojlanyapti. Keyingi yil biz agar Pro Ligaga chiqadigan bo'lsak, jamoani kuchaytirish, shakllantirish ishlari ketyapti. Hozir to'g'ridan to'g'ri biz hamma narsaga tayyormiz deya olmaymiz. Bundan keyin uchrashuvda ham yana bir Superliga vakili o'sha Neftchi va Paxtakordan keyin 3-o'ringa ketayotgan Buxoro keladi. Agar Guliston jamoasi muxlislari chorlaydiz bo'lsa, maydonga albatta chorlab qolamiz. Mana shu tribunalarni to'ldirib turishsa, bizga alohida kuch, alohida motivatsiya, chiqib borimizni berib o'ynab, xuddi Superligani komandasi bo'lsin, Pro Ligani komandasi bo'lsin, har doim bizni muxlislar qo'llab-quvvatlasa, ikki kalla ustun joyimiz bo'ladi. Chunki 12-o'yinchilar biz har doim muxlislarni olqishi bilan, futbol o'zi muxlislar uchun o'ynaladi. Qancha muxlis to'lsa, biz ham shuncha borimizni berib o'ynab, motivatsiya ham kuchli bo'ladi. Har taraflama jamoamizda motivatsiya har doim bo'lgan. Har taraflama hozir yaxshi. Bitta shu muxlislarning kamligi bizga sal pand beryapti. Muxlislarni albatta chorlab qolamiz, kelishsin, bizni qo'llab-quvvatlashsin.